MCM 2025 Midnight Cobalt yozilib qo'yganlar uchun YouTube uchun maxsus video ishlab beramiz. Qaranglar, hurmatli podpischilarimiz, bizlarni kuzatib turgan hammamizga nasib etsin shunday mashinalar. MCM 2025 Midnight'ni zo'r ishlatdi. Qaranglar, tavsiya beramiz. Yozilib olinglar, zo'r mashina ekan. Polni ham meri qop-qora bo'lib chiqqan, obshipkalar ham qop-qora bo'lib chiqqan, tablo o'zgargan, rol knopkalar o'zgargan, o'zinda tenda Black piano chasigan. Bundan tashqari monitorlar ham o'zgargan yana. Baribir bu mashina olgandan keyin baribir keyingi rasotlar bo'ladi. Keyingi rasotlardan bizlara обязательный linoleum ishlandi, germetik ishlar ishlandi. Bundan tashqari polik qo'yildi, gibrid chexollar qo'yildi. Rol chexol koordinat tikildi, torpeda chexollari ishlandi. Video registrator qo'yildi, 3 kamerali. O'zingizni himoya etib turinglar. Hozirgi kunda har xil tuhmatlar o'tib turibdi. Tuhmatlardan o'zingizni asrash uchun обязательный video registrator sotib olinglar, xaridatinglar. Keyin esa tonirovka ishlarini ishlab berganmiz. Mashinaning ichida salon laminatsiyalar ishlangan, salon brolari ishlangan. Laminatsiyalar mana hamma yeri ishlangan. Bu yerda salon bro ishlangan. Keyin esa laminatsiyani ko'pchilik so'raydi, neracha bo'ladi. Polni bakacha ishlab bo'lmaydi. Shu kolonkani atrofida ishlanadi laminatsiyalar. Lekin haqiqatda mashina zo'r ishlatdi. MCM 2025 hammaga tavsiya etamiz. Emblemasi lekin sari bo'lib kelgan. Buni ham o'zgartirib bersa bo'ladi. Qaraqa. Hamma mijozlarimizga shunday yaxshi mashinalar nasib etsin. Hozir ichanda 2 dona yana paket qo'zg'atib turibmiz. Bizga kuzatishda davom etinglar. Biz doimo xizmatdamiz. Hammaga rahmat.